Insoniyat tarixida eng katta kuch mag'yon bu so'z bo'lgan. Ochiq axborot odamlarning dunyoqarashini kengaytirdi. Axborot tarqalishi kuchaygan sari jamiyatlar rivojlana boshladi. So'z erkinligi cheklangan jamiyatlarda taraqqiyot sekinlashadi. Erkin fikrlash ta'lim sifatini va ijodkorlikni kuchaytiradi. Insoniyat tarixida eng katta kuch mag'yon bu so'z bo'lgan. Axborot tarqalishi kuchaygan sari jamiyatlar rivojlana boshladi. Ochiq axborot odamlarning dunyoqarashini kengaytirdi. So'z erkinligi cheklangan jamiyatlarda taraqqiyot sekinlashadi. Erkin fikrlash ta'lim sifatini va ijodkorlikni kuchaytiradi.